Hello Kitty o'yinchog'ining ichida topilgan murda. Barmoqlarini kesishadi, ustiga kislota qo'yishadi. Xullas, inson qilmaydigan ishlarni qilishadi. Qizni vahshiylarcha qiynashadi, oyoqlarini yondiradi, hushdan ketmagunicha uradi. Bir oylik dahshatli qiynovlardan keyin, afsuski, Fanmanyo bu dunyoni tark etadi. Birinchi tanasini vannaga solib qo'yishadi. Ozginchadan keyin hidi chiqib ketgandan keyin oshxonaga olib kirib, tanasini mayda-mayda bo'laklarga bo'lib qaynatishadi. Qaynatgandan keyin paketlarga solib, xolodilnikka tiqib qo'yadi, bosh qismini Hello Kitty o'yinchog'ini ichiga tiqib qo'yadi. Bu voqeadan albatta militsiya xodimlari xabar topishadi, hamma o'z jazosini oladi. Shu voqeadan so'ng uyni hech kim sotib olmaydi. Ozgincha vaqtdan so'ng binoni umuman buzib tashlab, o'rniga yangi mehmonxona qurishadi. Videoim yoqqan bo'lsa, like va podpiska kutib qolaman. Agar yana shunaqa videolar